Hozir narxini aytsam, aniq shokka tushasizlar qizlarjonlar. Mana bu narxni ko'ryapsizlarmi? 160 mingni. O'zi 160 ming so'm sotilishi kerak. 160 ming va undan yuqori narxga ham arziydigan ushbu koftalarimiz, rubashkalarimiz bizani MM-shop klientlari uchun nerealniy katta skidka narxda, ya'ni qizlarjonlar narxini mayli oxirida aytaman, ungacha videoni ko'ringlar. Ranglari xadavoy, hammaga yoqadigan ranglarda bitta notarafi bor, bitta dazmollavasinglar bo'ldi. Klientlarimizga ko'p bo'lganligi uchun dazmollashga uspet qilolmayapmiz. Bu tarafda qora rasvetkasi ham bor. Xullas, har xil fasonda, har xil rasvetkada ushbu koftichkalarimizni, rubashkalarimizni MM-shopdan atiga 45 ming so'm evaziga xarid qilsanglar bo'ladi. Zo'ra qizlar narxi har xillaridan bor. Mana bunaqa materiali nima deylardi? Mana bunaqa. Eslolmayapman-da qizlar. Shunaqa materialli varianti ham bor. O'zingizlar bilib oldinglar-ku. Shunaqa atlasma varianti ham